da? Kim qapsan o? Kızım yaxshi turdingmi? Asli yaxshidim, seni ko'riblam yana yaxshi emas. Bo'ldi, qiydavama. Muratjonchi. Atgan ishga ketgan. Yaqinoq shirkatning ishlar bilan aldirashlam yurdi-ku. Yaqinoq ukam Umidul ko'rishdingmi? Ko'rishmadim. Oma meni izdimidi. Men buni telefon qilmadim. Apang rahmatlik, onangdan bek ensiraytdi. Men uni obdan o'qisin, yaxshi o'qisin desam, shirkatning ishlarini o'rganib, egiligimizga varislik qilsin degandi. Anlasam yaqin oyoqqa jamiyatdagi bir qism yomon bolalar bilan aralashib yuribdimish. Apamchi buni e'tiborlab o'shida yomon kutib qo'ygan. Sen yana apamni tilga otamsa? Men necha qitim dedim. Meni oldimda apamni tilga olma deb. Sen yana shu gapdimi? Demizmi sen apamni men tirildirib beralamding. Unda qilolmaysan. Shu meni sen deydigan hech qanday gapim yo'q. Sen ko'rsanmi? Bo'ldi. Charchadingmi? Charchadim. Sen-chi? Charchadingmi? Shunda to'lab ketdim deyna. Ana ustiga so'q. Shu emasmi? Bo'lmasa, qo'yib kelaylik, ana ustiga qaraymiz so'qqa. Nima maskali qo'yishga? Qo'yagimmi? Ha? Ha? Nim bo'ldingmi, ha? Men saqlabdi, ha? Ne borsa? Hadi, açık ya. Ben qo'yib o'tsam o'sha keldimmi? Bugun qishim jiqib qolmoqda deyna. O'xshash bo'lganki yaptira bo'ldi. Keyin chiqiray. Ha? Muşamı kaydım diye. Oldu mu? Ettim. Şu keçiler muştak soğuk diye daim keş vakti bazarında durmaktan sen. Gündüz vaktim olmuşsa şu an keçide etkemen şu. Soğuk gittim. Vay ekle. Sıdan var? Ha, sıdan var. Vay Dilbar. Vay adaş, yaxshi turatamsa? Ha, yaxshi, yaxshi adaş. O'zingchi yaxshimi? Hammam yaxshi adaş. Kun qayoqdan chiqqanini bugacha telefon qilib qolsam ha. Atgan dadam bilan so'qishib qolgan kunligini shu ishlarni o'ylab, kayfiyatim toza yaxshi emas. Seni izdigim kelib, xizmat aldirash bo'lib qasd daxl qilmay deb izlamagandim. Kechda yanalam seni ko'nglim tatib, ko'gim kelib telefon qilishimdi. Ha, bizim ko'rishimizda ko'zim bo'ldi, shu ko'rsak bo'ladi. Sinema ko'rgim kelib, men ham telefon qilay deb turgandim, lekin shu vaqtim chiqishmay telefon qilolmagan. Bir kun vaqtim chiqsa, tamoq yeb, puli cho'glab kelsa ko'pdi adash. Ha, ma'qul adash. Adash yo'ldoshim Muratchi, yaxshi turatam ya. Murat shirkatning ishlari bilan aldirashlab yuriydi. Ha, ma'qul adash, endi bir uydan chiqdim. Men adash sen nerede bir telefon qilgani shu vaqt ko'rishaylar. Ha, ma'qul. Xo'sh. Qachon to'y qilamiz? Benim başkalarına o'xshash yig'ib qo'ygan pulim yo'q. Hocam bilsa. Onun ustiga hozir qiyinchiligim sana ayol. Uning muhim xizmatim yo'q. Nima qilaylik? Men muhim xizmat tepib, hozirroq pul chiqqandan keyin ondan sen uyingga elchi kirgizay. Qanday? Bas. Ondan mal to'y ko'ylakni ishi sanqon va'dam bo'lsin. Rostchimi? Va'dam tursa. Bas, va'dam. Va'dam. Bak. Teras tug'ilgan kunimga az qoldi-ku? Ha, men so'rab qolsam bor. Ay, shusin.
Otur, ben qaytib geldim. Ben qaytib geldim desem qarab mı koymaysın la? Oy, bildim. Sizlarni etiga yoq, bekchim ko'gim kelib ketdi juma. Meni ko'gimim kelmadi mi? İçimni sıkmaya, gap yoqmayotganda. Bunda o'ltiring abi. Meni xotinimni biroz xafa qildimi nima? Voy, nima bo'ldi sizlarga? Dadam gapni ketgan. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Bir yaxshi mehmon qilib yo'l qilsagansizlar? Yelimi dadamni ko'rib, bir kun kayfiyatim yaxshi emas. Sizning uchun men dadamning shu yerga kirib bir-birimiz qarab o'ltiramdim. Dadamni ko'rsammi qo'yim tutadiganini uqmamsiz? Qancha olsun uyning oldidan quruq yo'l qilsamansizlar? Gap talishib qilib ketdi shu. Xotin. Dadamda qancha bir xatolik bor degandimi? O degan bizning dadamiz, oilamizning to'riga. Ailemizden Türkiye bo'lgan adam apamning o'limiga sababchi bo'lmaydi. Ish qilib dadamni ko'rsamlab hem ko'nglim yerim bo'ldi. Hem dadamga bir xil nafratim qo'zg'alib qoldi. Har qatam ashtaq. Bu degan bir tasoddifilik. Bu jonda xatolashmaydigan akishi bormi? Qaysi bir akishi taloq qilmaydi? Sizlar qilib ketmanglar, xotin. Sizlarning bizning dadamdan boshqa nimamiz bor? Dadamningmi sizlardan bizdan boshqa nimasi bor? Bu qandaqmi tasoddifilik bo'ladi? Ish qilib opamning o'limiga sirtga shundoq shallaq ayollar bilan dadamdek shapaq erlar sababchi. Dadam opamning qadrini qilib uyni yaxshi tutgan bo'lsa, menmi ona mehri qanib cho'ng bo'libdim. Men-go mayli ümitçi. Ha ma'qul bularniga tilga olmayli. Bugun yana Ümitning gapini qilib, oxirgi borganda opamni tushirdigan gaplarni qilyotdi. Dadam pushaymon qilgan bo'lsa, vijdon azob tatgan bo'lsa, yana opamning kaynidan ashtaq gaplarni qilib yuramda. Ish qilib dadam bir ömür o'ng'ish olmaydi. Bir ömür xatolikni tutmaydi. Men ham dadamni kechiramayman. Şun siz bu to'g'risida menga nasihat qilmay deb avor bo'lma. Bo'ldi. Yeni oldu men bor. Da ishlan o'ylamanglar. Ko'ngilni xush, xotirjam tutinglar. Mendek bir yaxshi eron tursa. Bugun kayfiyatingiz bek yaxshi bo'lsin. Hayotimda sizlar bo'lg'achqa men doim shunday xushalg'o. Sizlarning xushallig'inglar mening eng cho'ng baxtim. Sara. Efka. Yaxshimi? Voy acha. Yodingni borganman mana. Voy yodim bombamdaga albatta borda sen. Seni bilmamdim men. Aqchani qajaydigan pulon qolmay shon telefon qilding menga. Ha yamanlarni bilib qopsaychimi o'zimning aytishda lekin. Bir ish bo'lmaganmi? Shu boshqa ishma yo'q. Hozirroq pul lozim qolgan, shuni aytib beramkin deb telefon qilishimdi. Ma'qul. Ko'nib olding o'zadmi? Tezroq aytib aytasizmi? Ma'qul, men hozir aytib o'tay. Tejabrak hajliga ma'qulmi? Ha, ma'qul bo'ldi. Ya bir necha kun ko'yga bormasmi? Oy, ma'qul. Yo'ling qaraymanmisan? Ma'qul. Ha, xo'sh, qo'yatma telefonni. Ha, roz. Pul so'rashdan boshqa uqmaysan-ku sen. G'ayli. Bugun kech ko'rincha aytib ko'rishimiz jumansan. So'ran mendan. Voy apa. Ha, yaxshi obdan tudinglarmi? Ha, men yaxshi. Dadamning ahvoli qandaroq? Ha.
Voy şu apa. Voy men elimiz sep beryapman go pulni apa. Voy o'zingmi bilsa, men Alloh qatimini bir nechalik shaqimni oldin elib uyga sepadim. Bilmə, dadamның kesining bağına sıyğışıb yatqanı mənmi bilmə, apa bu tərəf durub. Elim mən qəzi aldığan yanın həmmisini qəzib ögü sep yürüyatım, apa qandaq qısın deysəm bu şeydə. Bu qız balı durub, munç şöz bir şeydə pul tepib, sizləri sep yürüyüb, bana asanma, benim azaq oylab qoysam bulmamdı, mən tirişmayıb atamdım ma. Apa, bana azraq vaxt bəgin, mən azraq vaxtın ki, mən pulunu amanı qıb sep yürəyim, aqul mu? Bilmən, apa, bilmən. Azraq vaxt bəgin, mən azraq vaxt ötkəndən kim pul əl qılıb, yəni qəriz aldığan yavuz, qəriz elib mən sana sep yürəy. Dadam mağımı muyum, apa, mən sep yürəy dağıtım hə pulunu. Maqul. Maqul uzatmayma. Maqul. Uzaq nasırğan əmsə, mən uzatmay sepirim. Arzu? Voy, Yaşar. Bu Qandaq ahvalınız obdan tudingizmi? yaxshi, o'zingizcha yaxshimi? Mana yaxshi. Bu yerda nima ish qilsiz? Sizni izlab kelgandim. Voy, chaqchaqim bana. Bu maktabdagi vaqtisiz bo'dakli bir boltingiz necha yil ko'msam, ajab salopatli ko'p ketibsiz ha? Siz bilan necha yil ko'rishmasak, bargan sir chiroyli bo'lib ketibsiz. Voy, nadiki gaplarni qilgansiz, odamni xijil qilib. Oddiyroq yerda o'tirsak bo'ladi-ku. Siz bilan ko'rishmak oson to'xtamadi. Siz uchun bu ham oddiylik qildi. Nimachi gap kustib ketdingiz? Bu yaqinda nima ishlar bilan aldirash yurasiz? Men shu o'qish bitgandan keyin uydagilarning tanlashi bilan harbiylikka bordim. Nima zeraksiz yo'qolib ketdiki desam harbiylikka bordim-da. Undan keyin-chi? Qaytib kelgandan keyin o'z oldimga bir ish qilay deb tijorat qildim. Yaxshi bo'pti, tijoratingiz ro'naq topsin. O'zingiz-chi? Men o'qish bitgandan keyin shu izchil uyda xizmat qilmadim. Men maktabdagi aktiv oldingizda cho'ng-cho'ng bir ishlarni qilyaptimi debdiman. Shu turmush qurgandan keyin uyda yo'ldoshimning xizmatini qilib degandek. Nima? Siz to'y qilib bo'ldingizmi? Ha-a. Bu chaqsh to'y qilmasam qayerga qizib qolmamdi? Men tek sizni to'y qilmadi deb yuribdiman. Chaqchaqim bana, siz to'y qilmadingizmi? Siz bilmayyotamsiz yoki qasddan bilmaslikka sevotamsiz? Men maktabda birga o'qigandan tortib sizga izchil ko'ngil berib keldim. Ham sizni saqlab keldim. Sizdan bundaq javobni kutaman deb o'ylabmi boqmabdi ekanman. Yaşar, bu siz nimalarni deb yurasiz? Deganlaringiz rost bo'lsin yoki chaqchaq bo'lsin. Men faqat sizni yaqin do'stim deb bu yerda siz bilan paranglashib o'ltiribdiman. Agar sizga xato ta'sir berib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring. Qaraganda o'tirimizda deyishgidek hech qanday gap qolmabdi. Mayli, siz nimalardan men sizni yaxshi ko'raman. Yodingizda bo'lsin, men bir oilasi bor baxtli ayol. Bundan keyin turmushimda ikkinchi paydo bo'lib qolishingizni xohlamayman. Qandaq bir ishingiz bormi? Ha, senda ishim bor. Sarangmi? Yo, men seni tanımasam. Meni tanımagan bilan ayolim Najatbek tanıydı ekansa, ha? Sen To'g'ri, ben Arzuning yo'ldoshi. Arzuni qandaq qisil odam bil to'y qildik sen. Senmidi? Sana deb qo'yay. Buningdagi Arzudan yiroq shu. Yana Arzuga chaplashib olgan bo'lsa,
Mendin köylükünü görse. Toma. Men mi sana dep qo'yay? Orzudek esil qizlar, asrachqa, ko'yinishga muhtoj. Sen bana bunda tembikliğe gidek kimdim? Sen bile aldırmayı hesaplaşma. Aldırmayı to ha? Emdi geldin ama. Aka yolla betos git geç olsa geçip aldım aka. Bu ne aka? Mal ne geldin mu? Geldim. Bu ne işte? Başka şomuz kaçsan buldum. Aka bana asrak. Çık yakıma yok ne? Sen ülesen. Qaytib keldingizmi? Hamon edingizmi? Yok. Tomoq yegan bo'lsangiz chaqirib bir narsa qilaymi? Yegim yok. Mijozingiz yo'qmi? Hiç iş olmadı dedim sizge. Voy bu nim bo'ldingiz, chechilib qolibsiz-ku bugun. Qarsam siz be xo'shal ko'rinsiz bugun. Ay nima gapni qildi ekansiz? Normalmi, odatdagidekmi? Bir ish bo'ldimi? Hiç iş olmadı. Nima ish bo'lgani o'zingizga ayanda? Voy bir ko'nglimdikini tap-tap turib olmay, dana nima ish bo'ldi? Unda olsa, men bu gapning uchiqini qilay. Siz o'kagil qanchalik bo'ldi? 1 soat bo'lgandi. 1 soat bo'lgandi? Mushu kechgacha sirtda nima ish qildingiz? Nima ish qilib shu kutubxonaga bordim. U yerdan yana ondan Yana-chi? do'stim uchrab qolib shuni bilan ko'rishib keldim shu. Do'stingizmi yo do'stingizmi? Nimalarni o'ylab ketib borgansiz? Shu dapasammi, tunimaysiz, shu oliy maktabda birga o'qigan savodchimdi. Meni ishimni bilmaydi deyman. Oliy maktabda birga o'qigan savodchingizmi yo? Sizning burunqi oshig'ingizmi? Voy Murat, nimadoq set gap qilsiz bugun? Siz zot nima demoqchi? Duydum-ku shu birga o'qigan savodchimda yo'lda uchrab qoldi deb. Oliy maktabda birga o'qigan savodchingiz bo'lsa, mush kechgacha qahvaxonaga kirib paranglashmasangiz bo'lmag'idek. Qanday muhim ishda bu? Siz kendinizga tushib yurmagansiz? Acaba sizda menga nisbatan mushunchalik ishonchmi yo'qmi? Sizga ishonganning foydasi ham shu. To'la meni ahmoq qilib gapni aytmay. Menga aniq tushuntiringiz hadi kim o? Murat, qarang. Siz avval o'zingizni besib gapimni yaxshi anglang. U bola oliy maktabda menga nurg'unlagan yordamlarni qilgan. Maktab bitirgandan keyin izchil hech qanday aloqa qilib boqmadik. Bugun yo'lda uchrab qoldi. Birga o'ltirib, burunqi gaplarni deyishib, paranglashib, yenib keldik. Bo'lgan ahvol shu. Aramizda siz o'ylagandek, gumon qilgandek ishlarning bo'lg'ini yo'q. Qarang. Men sizga izchil ishinib keldim. Sizni menga sodiq, meni yaxshi ko'rdi. Yaxshi ayol deb ishinib keldim. Bundan keyin bugunkidek ish yuz bermasin. Agar yana shunday sodir bo'lib qolsa, men sizni rostli xafa bo'lib qolaman. Ma'qul, bildim. Shu men oddiy o'ylab qopdim. Bundan keyin bunday ish qat'iy yuz bermaydi. Meni qandoqligimni bilsiz-ku. Xafaman. Chapingiz. Siz aram ep turib. Men halıqımız chiqdi, o'qishdi. Ashitib chiqdim.
Dada, o'tiribsiz? Keling. Qanday ahvolimiz yaxshimi? Yaxshi dada, o'zingizning salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi yo'ldan. Yaqinning yaqin shirkatning ishlari bilan aldirashib qilib, sizni yo'qlab kelibmanmi dada? Qanday shirkatning ishlari yaxshimi?